Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamish Shevsiyadan. Tuyuqsizli bir naq maydon qilmoqchi bo'lib qoldim. Bu naq maydonning mazmuni bo'lsa, mana shu oldimizdagi 7 oyning biridan 7 oyning 5igacha shu Londonda o'tkaziladigan, ya'ni Konifa musobaqasida qatnashadigan Sharq Turkistonlik qarindoshlar uchun so'zlamoqchi. Hamda bu Konifa musobaqasi hamda bizniki Konifa Osiyo musobaqasi bizniki mustaqil davlatda bo'lmagan bizga o'xshash mustaqillikni dunyoga o'g'il tushuntirishayotgan millatlar uchun yaratib berilgan bir futbol musobaqasi ekan. Albatta bu Sharq Turkiston ulusal davlat komandasi nomi bilan qatnashish bu oson emas, ham oson qo'lga keladigan natija emas. Mayli u yerda yoki bu qarindoshlarimiz, azmatlarimiz birinchilikni olsin, mayli olmasin. Eng muhimi mishaga Sharq Turkiston davlat nomi bilan Tibet sürgün hükümetleri ve başka müstakillikni xohlaydigan ulusal komandalar bilan bir qatorda Sharq Turkiston degan davlat ismi bilan kirib futbol o'ynashi bu menimcha muhim deb qarayman. Shuning uchun ham buni qo'llayman, shuning uchun bunga ovoz qo'shaman. Buningga men moddiy jihatdan yordam beraman, ham boshqalarni nima qilaman? Boshqalarni yordam berishga undayman. Ben şu aldığımızdaki günlerde, aldığımızdaki cuma günü Şivsiye mescidde yani aldığımız cuma namazda imam bilen gapleşip koydum. Şu doğruluk söz aydıqanlığını ifade bildirdi. Anarken Otur Asiyalık bizden burunki Uyg'uriston futbol meşripi battı biz oynaydigan burun Şivsiye'de. Onunki komanda başlığı Erkin Aka bilen Otur Asiyalık qarindoshlarga Uyg'urcha ham O'rischa anlatadigan bo'ldi. Mesciddan chiqib men ham anlataman. Onundan sırt Şvetsiyadagi boshqa bir yaxshi bizning vatansevar bir adillarimiz var, bir grup. Ularga anlattım, ularga yordam berganligini bayon etdi, ham berishga boshlayotdi. U yig'ilgandan keyin anaki o'zimniki azroq ko'nglim bor moddiy jihatdan uni qitib, andan keyin Shvetsiyada bizniki 2018 qurilgan bir Uyg'ur fondi bor. U yerda 20 ming kron, ya'ni 2 ming yevroga yaqin pulni ajratishni talab qildim. Onun uchun yana shu o'xshash masjidda Shvetsiyada juma kuni so'zlayman. Ya'ni nima uchun fondidan pul chiqadiganimizni. Undan keyin uni azroq qog'ozlar va to'g'rilaydigan hozir o'zinglar bilasizlar qarindoshlar. Davlatlardan pul olish va boshqa pullarni bir yerlarga ishlatish uchun nurg'un Yevropa isbot talab qildi. Uningda bizga vaqt ketishi mumkin, lekin uni qisqagina 6-oyning o'rtasida mush qarindoshlarimizga taklif berishga tirishaman. Ben qo'limdan kelishicha Germaniyadagi, Londondagi ba'zi bir boy hadilarimiz, boy akalarimiz bilan paranglashdim. Ularni boshqa bir shaklda yetkazib berganligini nim qildi, bayon qildi. Undan keyin bizniki u Amerikadagi Mirzat Yo'lbars qarindoshimiz, u o'zinglar bilasizlar Uyg'uristonchi, lekin shunday bir musobaqaning borlig'ini anglab, unga aytdim, yordam beramsan desam, gerçi o'zi Uyg'urchilikni tashabbus qilsin, Sharq Turkiston bir davlat komandasi bilan futbol o'ynaydiganligini anglab, xursand bo'lib, 500 dollardan 300 dollargacha o'ziniki yaqin yordam qilganligini aytdi. Mana qarindoshlar, shunga o'xshash andan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasidagi Alfidarninki yo'ldoshi Murat Ataman efendim o'ziniki 1000 dollar atrofida yordam qilganligini aytdi va boshqa Amerika jamoatchiligini nim qilganligini, ularga deydiganligini, ulardan ozdir ko'pdir shu moddiy jihatda qo'llashga undaydiganligini aytdi. Mayli bu nihoyat yaxshi. Qanday bo'lmasin biz bir yerga yig'ilishimiz kerak. O Sharq Turkistonninki bu futbol bu ulusal bo'yicha o'ynaydiganini men anglasam ba'zida Dilyar Musaboyning tashkilotidagilar debdi. Buning Dilyar Musaboyning tashkilotidagilar bilan amal yo'q. Amal bo'lsa bu yerdagi bu bir bu Ilshod Islom akamizning va dunyoning barliq, ya'ni Qozog'istondan tortib Yevropa, Amerikadan tanlangan futbolchi azmatlarimiz kelib u yerda top o'ynaydi. Undan keyin u yerda Sharq Turkistonninki AO sistemining ichiga Sharq Turkistonninki shu ulusal komanda shu davlat nomi bilan tizimga olindirildi va bizning u yerda ko'k bayroqlarimiz lapildaydi. Bu biz uchun nihoyatda g'urur topqilik ish. Buningga hech qachon biz qarindoshlar yanchukimizdan 50 yevro qisaq bo'lmaydi. Menimcha Norvegiyada nurg'un yosh bolalar bor, yaxshi xizmatlar qilayotgan. Menimcha qarindoshlarimiz agar
Mening ismim chiqib qolsa, vatanda bir ota-onamga nima kelamdikan deganlar, birla odam yig'inglar, anaki birla odam ursin. Meningcha Norvegiyadami 5000 ga yaqin Uyg'ur bor. Bir 100 yevrodan 100 yevrodan deyman, 100 krondan bersanglarmi, nurg'un pul yig'ildi deyman. Shvetsiyadami shu, men bu yerda uningki yo'lini qilyapman. Bir necha guruhdagi adlarimiz yordam berganligini aytdi. Boshqa qarindoshlarimiz azdir ko'pdir nim qildi. Endi shu pullarni yig'ib men o'rgatman. Fondining ko'ylab Uyg'ur fondidan deb qo'ydim. Endi uni tushirishga tirishimiz. Uningdan sirt, andan keyin mana masjiddami so'zlaymiz. Endi u yerda qanchalik pul tushadi uni bilmayman. Ammo bu qarindoshlar oldimizki juma namozida bo'lsa, Gollandiyada, andan keyin mushu Norvegiyada, Amerikada mushu tema to'g'riliq bir so'zlab qo'ygan bo'lsanglar, andan keyin ashada qanchalik pul tushadi bir odam shuni mas'ul bo'lib, bag'in chiqqan bo'lsak, mana pul hozir tuzuk umumiy jihatdan 20 ming dollar, 25 ming dollarga bormagan o'xshaydi. Va tez suratda va qarindoshlarimizniki tomoq, yotoq, quchoq bilet, chiqimlarni biz o'z ustimizga olsak bo'ladi. Albatta, bu ishlarni asli bizniki tashkilotlar yoki hukumatlar qilish kerak. Endi o'zinglar ko'ryapsizlar. Bu yerda men hozir bu chaqiriq uchun chiqqanligim uchun boshqa temalar ustida so'zligim faqat yo'q. Shuningga qarindoshlarniki yordam berishini umid qilaman. Shundoq Sharqi Turkiston degan bir davlatniki masalasi kelgan chog'da Uyg'uristonchisimi, Sharqi Turkistonchisimi, shundoq kishilik huquqchisimi yoki avtonomchisimi shuni qo'llab, shuningga pul bera oladigan, shuningki davlatnikini qo'llaydigan bo'lish kerak deb qarayman. Shuning bu yerda ovi chiqib so'zlabdi, mao chiqib so'zlabdi, bu yerda bular bir yerdan chiqyapti degan bir tetiksiz bir gaplar bor. Bu yerda biz faqat Sharqi Turkiston davlat komandasiniki, ulusal komandasiniki o'ynaydiganligi uchun qo'llab chiqib so'zlaymiz. Boshqalarningki yordam qilish erkinligi bo'lsa, o'zining erkinligi, uni albatta davlatniki undaq bo'lsa, tashkilotlar yoki bo'lmasa hukumatlar mustaqil qo'llaydiganlar chiqarsin shu pulni. Andan keyin biz haqninkini qabul qilganligini qabul qilmaymiz. Ya'ni biz o'zimiz xohlamaydigan insonlarnikini. Chunki hozir bu yerda nima mazmun ketyapti degan chog'da bu yerda bizningki bu Sharqi Turkiston ulusal davlat komandasi bo'lib birinchi qitim Konifada shundoq bir nim ketayotganki, bu yerda pishnoxo'rlik, ya'ni bir ishlarni buzadigan ishlar kelib chiqmasligi kerak. Oldimizda ko'rdik. Men jiq so'zlab ketdim. Mustaqillik deganni ko'krab o'lgirek g'adodiga yetkazganlarning ahvolini ko'rdinglar. Ular qanday birlikni buzyapti. Bu to'g'risida bu yerda budaq temalar to'g'risida so'zligim yo'q. Shuningga Norvegiyadagi qarindoshlar, Amerikadagi qarindoshlar, Gollandiyadagi qarindoshlar mana bu Shvetsiyani harakatlantirib, amalga bir mishadan bir 5000 yevro chiqarishga tirishyapti. Bu oson emasga, albatta hamma odamniki o'xshamagan kallasi bo'ladi-ku. Shuni ba'zilar berish xohlaydi, ba'zilar berish xohlamaydi, ba'zilar yaqin kelmaydi-ku. Shuningga meningcha Uyg'urlar ko'proq o'tiraqlashgan davlatdagi qarindoshlar bu masalani tezdan hal qilsak hal qo'yadi. Shuning uchun bu masalani tezdan hal qo'yishimizni umid qilaman. Bu qarindoshlarimizniki shu sahnaniga kirib, azmatlarimizniki jasurona Sharqi Turkiston xalqininki hech qanday bir ro'yininki o'lib qolmaganligi, bizningki yangidan bir avlodlarning yetishib chiqayotgani mayli tarbiya sohasida bo'lsin. Menimcha oldimizdagi yillar yoshlarni chiqadi deb, bir yaxshi bir guruh chiqadi deb o'ylayman. Uni biz gaplashayotgan bir muxbirlar bor, vaqt soat kelgancha to'liq bo'lgancha uni dunyoga olib chiqamiz. Yetildirib, shunga o'xshash bizningki Sharqi Turkistonliklarning hech qachon sog'lom badanimizning bo'lganligi, undan keyin yosh yigitlarimizniki, bizningki xalqimizning umidsizlanmaganligi bu da'vodan mayli tantarbiya turida bo'lsin, mayli siyosatda bo'lsin, mayli navbatchilikda bo'lsin, mushundaq bir Sharqi Turkiston degan ismninki qancha yillardan beri mushundaq ismlar chiqib boqmadi, mushundaq narsalar bo'lib boqmadi. Hamda irqiy qirg'inchilik degan narsa bizning beshimizga kiyildi. Chunki bu kiyilish bizga vatanniki millionlagan xalqimizniki qon badiliga bu yerda bizga bu narsa kiyildi. Albatta biz bu kiyilgan narsadan foydalanib bir narsa qilishimiz kerak. Biz o'zimizniki mustaqillik irodamizni anglatganga o'xshash, o'zimizning mustaqil bir davlatning qurilganligi yoki mustaqil davlatimizning bo'lganligi ham mustaqil shunday xohlaydigan tantarbiya turlaridami shunday kelib chiqadigan shunday bir irodamizning borligini har jihatda ro'yimizning sunmaganligini dunyoga ko'z tutishimiz kerak. Bu Osiyoda meningcha buningga Xitoyning eng nervosiga tegadigan ishning birisi deb o'ylayman. Shuningga pishni taqitib, buningda bu Dilyar Musabayning tashkilotidagi yoki bo'lmasa voy buningga chiqib pul beribdi, voy
Rabia Qadir beripti, onunğa quzat aralashibdi, bu bular birga undaq mundaq deganda fitnalarni taqitib, o'zaro undaq bir ziddiyat selib qilayotgan ishlarning borlig'ini sezib qoldim. Bu musobaqaning ishi tugasin, undan keyin chiqib men kimlar bilan ovozliq nima dedi, shu gaplarni xalqimizla o'rtoqlashib, bunda fitnaxo'rlarning adabini beraman. Hozirgi masala qarindoshlar faqat moddiy jihatdan sal yetarsizlik bo'lyotidi. Ammo buni yengib ketgani bo'ladi. Shuningga qarindoshlarningki, hammamizningki bir yerdan bosh chiqarib, mushu azmatlarimizningki bu hech qanday bir siyosiy tashkilotga tava emas. Bu bir tarbiya turidiki xolos bu top o'ynaydi. Faqat bu yerdagi siyosiy narsa nima degan chog'da bu siyosiy emas amaliyotda. Bu Xitoy uchun siyosiy bu narsa. Biz uchun bu bir normal bo'lishi kerak. Buni biz Sharq Turkiston degan narsani bir normal narsaga aylantirib o'tishimiz kerak. Sharq Turkiston bizning davlatimiz. Har qanday narsada Sharq Turkiston deb turib so'zlashimiz kerak. Shuningga bu futbolningki narsigimi, bu Konifa jig'inigimi Sharq Turkiston davlat nomi bilan kiradiganligini anglab men qo'shildim. Men bunga kuchayapman. Faqat Shvetsiyaning ichida. Uningda boshqa taniydigan Germaniya olamda, Angliya olamda boshqa davlatlardagi qarindoshlarga, iqtisodiy yaxshilarga jiqaroq berishni tavsiya qilyapman. Hamda bu yerda o'zi bilib, erkin o'ziniki ahvoliga qarta bo'ladi, lekin menimcha endi 50 yevrodan tushib ketsa, 10 yevrodan tushib ketsimi, hechqisi yo'q. Mayli qanday bo'lsa, shu bir pul yordam bersak bo'ladi. Men aslida bunday ishlarda bir pul nimasini hozirgi tashabbus qilib boqqan yerim yo'q. Lekin endi mana tashabbus qilmasak bo'lmaydi. Chunki hozirgi umumiy summa 25 ming dollarga bormagan, 50 mingga borgan chog'da bu ish aram ashada u yerdan yo'lab yurib, ko'tarib yurib qilib olamiz. Bu ishni tugatib olamiz. Shuning barliq qarindoshlarniki buni qo'llab-quvvatlashi va destek berishini umid qilamiz. Mayli, mishi agar qalbingizda sizniki Sharq Turkiston deydigan bo'lsangiz, ko'nglingizni kang ichiversangiz, fitnaxo'rlik qilmasangiz, chidamaslik qilmasangiz, bu ish birdamdan ichida hal bo'lib ketadigan narsa. Agar buningda yo'q narsani bana qilib, yo'q kimlardan o'chingni olaman deb, kimlardan fitna qilib, bu orqali kimlarning obrazini sundirmaysan, u amalga oshmaydi. Niyat yomondan qozon tush degan gap bor bizning Uyg'urlarda. Shuningga qarindoshlarniki qo'llab-quvvatlashini chin qalbimdan umid qilaman. Vaqt oz qolmadi. Shuning men kechikib ekranga chiqib qoldim. Qarindoshlarniki destek berishini umid qilaman. Mayli Uyg'uristoncha bo'lsin, mayli Sharq Turkistoncha bo'lsin, mayli mustaqilcha bo'lsin, mayli kishilik huquqchi bo'lsin, mayli kim bo'lsin, qani musha kelgan chog'da mardni maydonida deydigan yeri keldi. Mushtaq vaqtida ko'ramiz. Kim og'zida lap etyotidi, kim chin yuragi bilan ish qilyotidi, shuni ko'ramiz. Uningdan sirt shuni teshida oshxona ichayotgan ishlar yaxshi qarindoshlarimiz bo'lsa, yordam beringlar qarindoshlar. Bu uningga $1,000 berganga nima qilmaydi, sizlarga Xudoy naslab beradi, ishlarni unoq topadi. Shuningga Turkiyadagi tashkilotlarni, kashkichi o'zanglarni bo'dash bilan bo'lmay, mushtaq vaqtida bir Sharq Turkiston deb, Doğu Turkiston deb nomini setib, Turkiyada hijlayotgan bo'lganiki o'zinglar bilasizlar. Shu pullarning bir qismini qarindoshlarimizga yordam beringlar. Shu vaqtida sizlarningki haqiqiy niyatinglar Sharq Turkiston bormi yoki nima bor shu chog'da ko'rildi. Hamda hozir asosiyatdan jihnarslar suning yuziga chiqib qoldi. Shuningga meningki hamda qarindoshlar deydiganim mushu yosh bolalarni, mushu azmatlarimizni qo'llayli. Buningga palonchi chiqibdi, ekranga palonchi chiqibdi deydigan gap emas. Buningga qo'llash kerak. Qani biz birinchi qadamda mushu Sharq Turkiston muajiratdagi azmatlarimizning ashada Sharq Turkiston davlat nimasida kiyim-kechaklarni kiyib, ko'k bayroqlarni lapillatib, shu yerda endi shu qarindoshlarimizningki xotirjam, bizda o'zinglar bilasizlar qarindoshlar, iqtisod bo'lsa hamma narsa yaxshi bo'ldi, kayfiyatmi yaxshi bo'ldi, turmushim yaxshi bo'ldi, hamma narsa yaxshi bo'ldi. Mushu iqtisodiy jihatdagi mush qarindoshlarimizning bir eg'irchiligini ko'tarib olsak, bularga bir ruhiy xo'shallik ato qilsak, mushularga aningdan keyin bizga xalqimizda yordam keldi deb bularni jon tikib o'sha maydonda o'zlariningki Sharq Turkistonninki nimasini ro'yini ajdodlarimizning qaytadan o'shada tantarbiya sohasida bo'lsinmi o'shada ruhlantirish uchun biz moddiy jihatdan yordam qilib berishimiz kerak deb shaxsan qarayman. Shuning qarindoshlarga rahmat. Qolgan gaplarni yana nima qilamiz? Hammamiz har qaysi davlatlarda o'zaro bermagan qarindoshlar bo'lsa telefon qilib tushuntirib, yaxshi qilib, baqirmay, jaqirmay chiroyli tushuntirib, ozdir ko'ptirdan ilib, kontrollarga urib beraylik. U faqat bundaq mayliga qo'yib bersak bo'lmaydi ekan-ku bu ishni. Masalan, men Shvetsiyada o'zim ega bo'lib,
yaxshi man vatanparvar bo'ludi, vatanparvar man adamimiz yaxshi, man akamiz bo'ldi deganlar telefon qildim. Albatta ular meni ümidsizlantirmadi. Ondan keyin fondi bilan gaplashdim. Shunday qilib endi bir adam bir davlatda birdan, ikkidan bo'lsa yetakchilik qilsak bo'ludi. Norvegiyadan nurg'un yosh bolalar bor, Gollandiyadan yosh bolalar bor. Andan keyin o'zim meni qo'llaydigan og'aylarimga har sohadagi bolalarga dedim, ular yordam berganligini bildirdi. Shuningga qarindoshlar tama ko'l oladigan gap bor. Muştanga bir yardım bergen bolsaňlar, hammalaryga rahmat. Hammalaryniki şu joy xayrlik bolsun.